O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 23-fevraldan 1-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo o'zgarishi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 26 va 28-fevralda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchi yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 25-fevralda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat 23-fevralda kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 13-18 darajalik. 24-fevralda kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 15-20 darajalik. 25-fevralda kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 12-17 darajalik. 26-fevraldan 1-martgacha kechasi 0-5 darajalik, kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.